Assalomu alaykum chevar xonimlar. Hammalar yaxshimisizlar, sog'misizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan g'oyibona diydorlashib turganimdan juda ham xursandman. Hozirgi paytdagi juda ham avjiga chiqqan nima deydi, sezonlarda olyapsizlarmi? Juda ham ko'p tikib, juda ham qattiq mehnatlar qilib, lekin mehnatinglarga yarasha haq ola olmasdan, tikkan ishinglarga, ketgan vaqtinglarga yarasha narx qo'ya olmasdan xafa bo'lmayapsizlarmi? Juda ham katta orzular qilasizlar. Tikuvchilikning orqasidan u qilaman, juda ham katta bilaman orzularingiz bor. Lekin bu orzularga yeta olmayapsizlarmi? Yoki bo'lmasam internetdagi, Telegram, Instagram tarmoqlaridagi o'zini ishini biznesga aylantirgan juda ham katta professional tikuvchi bo'lib ketgan dizaynerlarga qarab, qachon men ham shunaqa bo'laman ekan deb, lekin yetisha olmasdan xafa bo'lib o'tiribsizmi? Yoki bo'lmasam o'zingizni ichingizdagi iqtidoringizni o'zingiz xohlagan darajada xalqqa yetkazib bera olmayotganingizdan xafamisiz? Xafa bo'lmang. Siz juda ham to'g'ri joydasiz. Hozir meni ko'rib turibsizmi? Demak, siz qalbingizdagi orzularingizni, niyatlaringizni Robbingiz eshitibdi. Bugun sizlar bilan bu videoni ko'rib turishingiz, men sizlar bilan diydorlashib turganim bejizga emas. Sababi men Telegram kanalimda 20 kunlik noldan, ya'ni oddiy tikuvchilikdan professional darajagacha 20 qadam deb nomlangan naqd 20 kunlik jonli marafon boshladim qizlar. Bu marafonimiz 20 kunga mo'ljallangan bo'lib, 1-dekabrdan 20-dekabrgacha davom etadi. Ishoning, o'ylab ko'ring, siz bilan har kuni jonli dars o'tamiz va xuddi shunaqa holatda har kuni sizlar bilan jonli suhbatlashamiz. Sizni hamma og'riqli nuqtalaringizni yechimini beraman. Eng qimmatli bilimlar, ishoning, pulga ham bu bilimlarni topish juda ham qiyin qizlar. Sizlar bilan 2026-yilda hozirgi holatingizda emas, 1-2 kerak bo'lsa 10 pog'on yuqoriga ko'tarilgan holatda o'tishingizni xohlayman. Nima uchun bekarga, nima uchun bepul, nima uchun shunchaki beryapti, Gulnoz opa bekardan bekarga bermaydi-yu, maqsad nima? Maqsad, men ham xuddi sizlar kabi tikuvchichiman. Xuddi sizlar kabi oilali 4 farzand onasi, nabirani buvisi man. Demak, xuddi sizlar bosib o'tgan qadamlarni men ham bosib o'tganman qizlar. Bolalarim yoshligida tikuvchilik qilib, uyqulardan kechib, farzandlarimga bo'lgan e'tiborim kamaytirib, oilaga bo'lgan e'tiborimni ham hammasini mana shu tikayotgan ishimga berganman. Lekin vaqtida insonlardan mana shu mehnatimga yarasha haq ola olmasdan juda ham qalbim og'rigan. Nima qilsam o'saman ekan, yoki tikuvchilikni tashlasammikin, juda ham mehnat og'ir, lekin buni topayotgan pulim kam. Mayli, Alloh barakasini bersin. Zato halol deb o'zimga o'tib yurganman va qachondir bilim olishim kerakligini tushunganman va bilim olganman. Men boshlang'ich bilimlar olgan paytimda ishoning, juda ham moliyaviy tarafdan mablag'im bo'lmagan. Juda ham qiynalganman. Kiyadigan kiyimimni qisib, nima deydi, chegaralab yoki bo'lmasam anjolliman, to'poricha gapirsam, meni o'zinglar to'g'ri tushunasizlar, kechirasizlar degan umiddaman. Yoki bo'lmasam farzandlarimga olib berishim kerak bo'lgan narsalarni kamaytirib, mana shu mablag'larimni mahkam ushlab, bilimga sarflaganimdan keyin o'sdim, ulg'aydim, tikuvchilikni biznesga aylantirdim, professional bo'ldim. Hamma mana shu Alloh bizni erishtirmaydigan narsalarni hech qachon hayol qildirmaydi degan xuddi shunaqa hayolimda orzu qilgan narsalarimga birma-bir yetishdim. Qizlar, shuning uchun menga kimdir mana shu bilimlarni bepulga bersa edi, hozirgi sharoitim shunaqa holatdaligida deb juda ham xohlaganman. Shuning uchun mana shunaqangi qayerdan boshlashni bilmaganman qizlar. Ishoning, qayerdan boshlashni, nimadan boshlashni bilmaganim meni juda ham katta og'rig'im bo'lgan. Ishoning, nimadan boshlashni eng to'g'ri yo'li ilmdan boshlash kerak. Bu ilmni sizlar uchun men Alloh qalbimga soldi. Aslida bu ilm sizlarning mendagi haqqinglar. Sizlar Allohdan so'radinglar, o'zinglar balki duo qilib so'ramagandirsizlar. Lekin ichinglarda, hayolinglarda o'tdimi bu duo qizlar? Mana shu duolar Robbimizga yetib boribdiki, Alloh meni qalbimga soldi. Va mana shu sizlarning mendagi haqqinglar, biliminglarni bergim keldi. Chunki bilim juda ham to'lib ketgan, uni bermasangiz yangi bilim kelmaydi. Xuddi bir idishga suv to'lgandan keyin uni yana ustiga suv quysangiz toshib ketadi. Uvol bo'ladi. Mana shu suvni bo'shatasiz, u idishga yana yangi suv, toza suv keladi.
yangi. Demak, xuddi mana shu o'zimdagi bilimlarimni sizlar uchun hadya qilib berishdi. Niyat qildim. Ya'ni 26-yilga kimdir bir pog'onaga, ikki pog'onaga ko'tarilib o'tsa, mana shunga men sababchi bo'lsam va meni duolarida eslab qo'ysa, onamni eslasa, dadamni eslasa deb sizlar uchun ajoyib marafon boshladim. Inshaalloh juda ham manfaatli bo'ladi. Ishonaman va 100% kafolat beraman. Bu marafondan keyin sizlar hozirgi holatlarda qolmasliklaringizga 100% kafolat beraman. Bu marafon Telegram kanalimda bo'ladi. 20 kunlik har kuni jonli dars bo'ladi. Har kuni qizlar va marafon haqida to'liq ma'lumotlar Telegram kanalimda beryapman. Mutlaqo bepul. Bu kimlar uchun? Hamma uchun. Hamma tikuvchilar uchun. Tikuvchi bo'lmoqchi bo'lgan opa-singillarimiz uchun. Tikuvchilikdan charchab, endi tikuvchilikni tashlab boshqa ishga o'tib ketaman deb turgan opalar shoshilmang va bu marafonda qatnashing. Agar marafondan keyin boshqa kasbga o'tishda qaroringizda qolsangiz, mayli o'ting, lekin marafonda albatta qatnashing. Yoki bo'lmasam tikuvchilikni professional darajada bo'lib ketdi-da, bo'ldi endi men tikuvchilikda faqat ishchilar ishlatib katta biznesmen bo'laman deb turgan opa-singillarimiz, muslima, chevar xonimlar uchun. Demak, sizlar bilan 1-dekabrdan 20-dekabrgacha marafonda birgalikda bo'lamiz va marafondan keyin eng zo'r natijalarga erishgan qizlar bilan jonlik birga hammamiz diydorlashib juda ham katta bayram qilamiz qizlar. Hammamiz natijalarimiz bilan bir-birimizdan bo'lishamiz, tajriba almashamiz. Balki mendanda katta tajribaga ega tikuvchilar bordir. Men bilmagan narsalarni biladigan chevar xonimlar bordir. Lekin balki menda sizlar bilmagan tajriba, sizlar bilmagan bilim bordir. Ya'ni sizlarda menda haqqinglar bordir. Shuning uchun albatta hammani marafonda qatnashishini taklif qolaman. Siz mana shu videoni ko'ryapsizmi? Bu bejizga emas. Bu sizga bitta belgi. O'sishingiz uchun bitta turtki. Demak, siz mana shu sizga kelgan nima deydi? Foydalanib qoling. Sizga kelgan bilimdan hozir so'z kelmayapti, foydalanib qoling. Bu bejizga emas. Sizga imkoniyat. Bu imkoniyatdan foydalanmaslik bu o'zingizga xohishingiz bo'ladi. Alloh bizga beradi. Uni olish olmaslik bizning xohishimiz bo'ladi. Shuni esingizdan chiqarmang. Lekin bitta narsani aytib qo'ying. Dangasalarni marafonda qatnashishni maslahat bermayman. O'sishni xohlamaganlarni marafonda qatnashni xohlamayman. Kibrlilarni qani bir kiraychi, o'zi kim ekan, o'zi nimani aytadi ekan degan xayolga borganlarni marafonda qatnashni xohlamayman. Chunki sababi negativlar hech qachon o'smaydi, faqat pastga tortadi xolos. Shuning uchun, lekin hamma tikuvchilar bunaqa tikuvchilar ichida negativlar bo'lishiga ishonmayman. Chunki qalbi toza insongina chevar bo'la oladi. Chunki chevarchilik uchun juda ham katta sabr, keng, juda ham keng, osmonlarcha qalbi keng bo'lish kerak. Agarda tor bo'lsa, miyalari toza bo'lmasa, undan chevar chiqmaydi. Chunki bu ijodkorda, biz ijodkorlar qalbi toza bo'ladi. Ishonaman, san'atkorlar ham qalbi toza bo'ladi. Ammo hamma insonlar juda yaxshi ko'raman, yaxshi bo'ladi. Yomon inson yo'q. Faqatgina bizni hayollarimiz, xarakterimiz, qaysidir sabablarga bo'lgan hozirgi paytda shunaqa ozgina negativga berilib qolgan bo'lishimiz mumkin. Mana shunaqa holatda bo'lsangiz to'xta. Menga bu narsa kerak emas. Men pok Robbim yaratgan. Men pokman. Juda ham farishtalardan ziyoda qilib meni yaxshi ko'rgan Alloh bor. Menga kerak emas qora narsa, yomon xayollar kerak emas. Alloh meni qalbimga solibdi mana shu hunarni. Meni aqlimga mana shu ilmni berib qo'yibdi. Demak, bundan foydalanishim kerak. Bu qanaqa foydalanamiz qizlar? Bu hunarimiz orqali biz insonlarga yordam beramiz va mana shu insonlar bizni duo qiladi. Biz missiyamizni bajargan bo'lamiz. insonlarni kiyinish uchun, avratini bekitish uchun yoki ayollarimiz go'zal bo'lishiga bizni sabab chiqib qo'ygan Alloh. Bundan juda ham xursand bo'lishimiz kerak. Sizlarga bermoqchi bo'lgan bilimlarim juda ham ko'p. Chevarchilikka bo'lgan muhabbatinglarni 1000 darajaga oshiraman. Ishoning, 1000 darajaga oshiraman. Demak, marafonimiz 1-dekabr kuni 20-dekabrgacha Telegram kanalimizda bo'ladi. Hammamiz aktiv bo'lamiz. O'zimiz uchun 20 kun vaqt ajratamiz. Undan keyin bemalol Yangi yil bayramini nishonlaymiz. Yangi yil bayramida natijalarimizni nishonlaymiz va diydorlashganimizda juda ham zo'r natijaga erishgan qizlarimiz uchun juda ham zo'r meni sovg'alarim bor. Kamiga. Ham bepul sizlarga marafon beraman, ham harakat qilgan, natijaga erishgan qizlarimiz hurmat qilgan holda juda ham ajoyib sovg'alar beraman. Diydorlashamiz, bayramlashamiz. Bayram deb bo'lsin qizlar. Demak, ko'p gapirmayman.
Telegram kanaliga o'tasizlar. Marafon haqida to'liq ma'lumotlar berib boryapman. 1-dekabrgacha yana kamlarni berib boraman. Nimalar kerak, qanaqa tayyorgarlik kerak, qanaqa bo'ladi, hammasi beriladi. Va marafonda jonli gaplashamiz qizlar. Didorlashamiz. Men gapirsam bilasizlar, ichimdagi hamma narsani aytib tashlagim keladi, hamma narsani o'rgatib tashlagim keladi. Demak, men juda ham hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan, sevadigan tikuvchi xonimlar bilan Xudo xolisa 1-dekabrdan boshlab har kuni sizlar bilan jonli mazza qilib didorlashamiz. Sog' bo'linglar.